bahor kelib, havolar isib, konditsioner sezon keldi. Shu munosabati bilan salon filtrlarimizga e'tibor berib qo'yamiz. To'lib qolgan bo'lsa, konditsionerning effekti yaxshi bo'lmaydi. Arzoni uni turi ko'p, arzoni o'rtachasi, ko'mirligi. Arzoni ham bo'laveradi, effekt pastroq seziladi. Ko'mirlisida effekt yaxshiroq beradi. Ko'mirli salon filtr qo'ygandan keyin sal hushyor bo'lamiz, odamni muzlatib qo'yish ehtimoli ham bor. Buni yodda tutamiz. Instagramda yangimiz biz, shuning uchun like, komment qilib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli obunachilar, bugungi obzorimizda Zimmer ledlari bo'ladi. Zimmer E8 Pro'da originalida 3 yil garantiya yoziladi. Pada originalida 1 yil garantiya yoziladi. E9 Pro Zimmerda 2024 pechat bo'ladi, pada originalida. Originalda hech qanaqa pechat bo'lmaydi. Keyin Zimmer qirg'uvchilar, bular o'zi bir xil bo'ladi. Prosta oq yonadigan, dalnisi oq, bilijnisi sariq yonadi. Keyin polni sariq yonadigan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar, arzon narxlarda sifatli narsalar beramiz.